Qimmat narsa, yaxshi narsaligini bilardim, lekin bunaqa aqlli bo'lishini bilmadim. Sal qolsa do'konchilar bilan urushib ketgan bo'lardim, shuni egalari bilan. Qarang, vaziyat qanaqa bo'ldi. Blok bitani anaqa pulti kontroller bo'lyapti bunda. Xullas biza 5 ta kontroller olganmiz. Xullas 60 metr, 65 metr podsetkamiz bo'lyapti. Bitta pult orqali boshqarishimiz kerak hammasini. Hozir endi ish joyiga emasdi, uy sharoitiga olib kelib, 5 tasini emasdi, 3 tasini ulanma rabochiy qilib, endi tekshirib olish uchun, pultga tushirib olish uchun. 3 tasini uladim, yondi, birpasda 3-inchisi o'chib qoldi. O'chib qolgandan keyin blok bitani signal beryapti, childagan bor. Men o'yladim, kuyib qoldi deb o'yladim. Nima qildim? Do'konchi telefon qildim, do'konchiga yetdim. Oka dedim, "Mana bu narsa ishlamayapti." Mana shuna ovoz chiqaryapti. Videolarni ham tashlab qo'ydim. "Oka, muammosiga olib kelib bering, almashtirib beramiz" deyishdi. Buni hali bunaqasi bo'lmagan ekan, kuygani. Bo'pti, xo'p dedim. Keyin 4-chisini almashtirib ko'rdim. Yangi 4-chisi ham bor edi. Buni almashtirsam, bu ham shunaqa signal chiqaryapti. Hayron bo'ldim. Keyin ulangan joyini tushdi simlar, xullas ulab tashlaganman. Bittasi anaqa kontroller ham mana shunisini. Mana bu oq sim bor, pilisi. Pilisini bu yoqqa ulab qo'ygan ekanman, qarang. Bu yoqqa ulab qo'yganman. Bu ishlagan, keyin o'chirib qo'ydi. Tokki blok bitani to'kiyo. Bu bunga buyruq bergan, signal berdi ekan bu. Bu signal nima ekan? Qaragin, qayerdadir xato ketdi degan ma'noni bildirar ekan. Keyin mashinasini to'g'rilab joyiga qo'ysam, ishlab turibdi. Keyin do'konchi telefon qilib uzrimni so'rab qo'ydim. Xato bizdan o'tgan ekan dedim. Lekin bunaqa aqlli bo'lishini bilmadim. O'zi bu RGB podsetkamiz hisoblanadi. Ranglarini, yorug'lik kuchlarini pasaytirsangiz bo'ladi. Qara o'tkirlik qilsangiz bo'ladi. Xullas keyin ham bitta ranglarni o'zgartirsangiz ham bo'ladi. Mana ranglarni ko'rasiz ham bo'lsanglar, o'zgaradi har xil ranglarga. Zo'ra. Buni G-Step do'konlaridan olgandim, sal qolsa shular bilan urushib ketgan bo'ladim shu narsa orqali.